Frikadelkalar qovuramiz. Lavrovый list. Зеленый горошек. Qoshiq. Ashna tatoring qora aka olingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Qoshiq ko'ring. Assalomu alaykum qadrdon, salomatmisiz? Hammaga xayrli kech. Bugungi taomimiz tifteldan, ya'ni frikadelkadan ajoyib gulyash tayyorlaymiz. Prямо bom bo'ladi. Tanishtiramiz. Go'sht, qo'y yog'i, svetofor bolgarskilar, kartoshka, sabzi, piyoz va bunaqa makron bor. Bu makron ham mazza ideal beradi. Bag'da guruch bor. Zelený garosh, tomat, tuz va joni dilim qora murchdan foydalanamiz. Bo'ldi, to'rg'ab tayyorlab olamiz. Pars uramiz hammasini. Oh. O'ynayapman. Buni qiyma qilib olamiz. Sabzavotlar tayyorlab olsak. Bismillahirrohmanirrohim. To'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Yiriroq holatda. Sabzavotlarni iriroq qilib to'g'raysiz. Gulyash ham simpatичный bo'ladi. Qiyma qilib olamiz. Bismillah. Bu qo'y dumba yog'ini ozginasini pasirovka uchun olib qo'yamiz. Qolganini qiymaga chiqaramiz. Ozgina bolgarskilar aromat beradi qiyma uchun, zo'r ta'm beradi. Tabga qarab tuz, joni dilim qora murch. Qiyma uchun deyarli tayyor. Мясоровkadan chiqarib olamiz mayda-chida. Qancha bu mayin bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Qiyma tayyor. Yumala qilib frikadelka shariga qo'yamiz. Mayingina mana. Mana shunday qilib olamiz. Oldin uzib olamiz. Tayyorgarlik qilib, keyin yumala qilib olamiz. Ko'ryapsizmi mana? Siqishni qarang mana. Razmerni qarang. Avtomat. Bir xil gina. Bu xomazyo. Bu xom bu. Yeb qo'ymang, xo'pmi? Quritmas bu, xo'p? Shundayni yummalab qilib, bo'l, birachka, davay, tezlashtir. Mana shuni yesang, ujin qilib yeymiz, o'tiramiz. Do'ppi ham kichkina basmi senga? Aylantirchi? Loy o'ynading-ku bir kuni kech payt. Opoqilakida. Xuddi o'shani loy qilasan-da. Ozgina tizza qilib olamiz. Chalaroq qilamiz buni. Tushunyapsizmi? Qizartirib olmaymiz. Yo'q, tursa oxirida qo'yamiz, hammasi. Tizza ichida qoladi, ozgina yoqib qo'yamiz qovurish uchun. Frikadelkalar qovurib olamiz. Bismillah. Pasirovkalar qo'yib olamiz.
Tabga ko'ra tuz, pastirovkani o'ziga. Do'lmachalarda qovurilgan yog'i bizga pastirovkalar qovuryapti. Tushunyapsizmi? Aromatizator. 5-6 daqiqa qovurilgandan keyin bir osh qoshiqda tomat solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Suv quyamiz. 500 gram suv quydik. Yetadi mana shu suv bilan. 20-25 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz mana. Ha, hozir pishadi. List. Zeleniy garosh. 20-25 daqiqa kutamiz, to bu tayyor bo'lgunga qadar. Guruch bilan makronni al dente qilib olamiz. Buni permishat qilib garnir tayyorlaymiz bunga. Vashcha simpatичный bo'ladi. Bundan oldingi video kontentlar bizda makronni skоворodkada yog'siz o'zini qovurib, keyin suvda qaynatgan videomiz bor. Ana xuddi o'shaqa tayyorlaymiz buni ham. Deyarli tayyor bo'lib qoldi. Guruchni ko'ryapsizmi? Al dente. Tayyor bu. Quyib mana pishirib oldik. Tez pishadi mana. Muhammadzo temperaturaga. Qarang. Bu makronni pishirib yuvib bo'lmaydi. Mana shu holatda urish kerak. Aralashtiramiz. Yaqinlashtiring. Deyarli tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Vah. Muhammadzo, aromatini qara bunday. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Allohim siz u bizni barchamiz omad biz bersin. Qoshiq. Ashna taturing, qoraka olingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Qoshiq ko'ring. Qadrdon, keyingi kontentda ko'rishguncha video yoqqan bo'lsa do'stlaringiz bilan ulashib qo'yinglar. Kommentariyada qoldiringlar. Bizni qayerdan kuzatyapsizlar va qanaqa taom tayyorlab joylaylik. Alloh rozi bo'lsin. Eng yaxshi insonsizlar. Salomat bo'ling. Pakading.